Assalomu alaykum azizlarim. Bugun 30 kunlik challenjimizning ikkinchi kuni va bugun men sizlarga shunaqa DDM yasash sirlarini o'rgataman. Oddiy metallardan haqiqiy go'zallik yaratamiz. Siz ham albatta yasab ko'ring. Yana bir yangilik, endilikda siz challenjda aktivlik ko'rsatib, sirli sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Har bir qo'yayotgan postimizga, joylayotgan postimizga like bosasiz, komment yozasiz va yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz. Albatta menga obuna bo'lishingiz shart. G'oliblarni esa challenjimiz tugagandan so'ng prямой efirda aniqlaymiz. Bu sovg'a aniq sizga yoqadi. Tezroq harakat qiling. Mani nafaqat Instagramda, balki Telegram va YouTube platformalarida ham bemalol kuzatishingiz mumkin. U yerda ham bepul darsliklar joylab boraman. Videoni shu joyigacha ko'rib, shu DDMani yasashni o'rganib, hali ham obuna bo'lmadingiz, qani tez obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Videoni yaqinlaringizga jo'natishni unutmang. Qarang, oddiy metaldan shunaqa go'zallik yaratdik. Bu sizni ham qo'lingizdan keladi. Go'zal qalbdan go'zallik yaraladi. O'zingizni ehtiyot qiling azizlarim. Qarang, oddiy metaldan qanaqa go'zallik yaratdik. Go'zal qalbdan go'zallik yaraladi.